Opay, kecha chiqsam yo'q ekansan. Men qayerga ketib qolding? Tasodifan degan ana shahardagi o'g'lim menga surpriz qilsa degan. Oyi, siz Jenisbek Piyozovni rosa yaxshi ko'rasiz. Yuring, men sizni teatrga olib boraman deb opera balet teatriga olib bordi. Voy, muncha zo'r maza qildingmi, opay? Nimasi zo'r? Nimasi zo'r? Sharmanda uyalib o'ldim degan. Hay, onovi rol o'ynaydigan artistlari degan g'alati kiyimlar kiyib olgan degan. Ishtonlari badaniga yovishib yotibdi degan. Unisi ko'tarib bunisini bu yoqqa otadi, bunisi ko'tarib unisini bu yoqqa otadi. Xullas degan baqir chaqir bo'lib yotibdi. Tushunmadim hech narsaga. Qarada opay, shular oyoqda o'chida o'ynaydi-ku. Shuni hech tushunmayman-da. So'rab bilmadingmi mabodo? Bildim. Bildim. Nima ekan? Bular boru oyog'ini uchida sekin sahnaga yurib chiqar ekan. Bunday zolga mana shunday qarar ekan. Qarasa hamma jim suv quygandek tinch uxlab yotibdi. Ana o'sha jimlikni buzmaslik uchun, ana o'sha uxlab yotgan odamlarni uyg'otib yubormaslik uchun oyog'ini ichida yurib o'ynayverar ekanda.